Hey artist, o'chir. Selektorga kirishim kerak. Eshitaman Davlat Nazarbekov. Ha, Chilonzor bilan Yunusobodda issiq suv bilan sovuq suvni o'chirdik. Hisobotlar tayyor, ertaga yetkazaman sizga. Qo'y o'zi nima shug'ullangan? Davlat ishda ishlaydi. Ha. Ayt. Qo'shiqda ayt. Bitta turqizni ko'ray. Abdiz deding. Xulikcha ekansiz. Yoshingiz katta ko'rinar ekan. Siz ham meni sevimli qahramonimga o'xshar ekansiz. Qaysi? Gargamen. Eshitaman Davlat Nazarbekov. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Srochni ketishim kerak. Nimaga? Ishxonada dejurstvo ekanman, bormasam bo'lmaydi. Ha, uydagi dejurствоni kim qiladi? Uni ertaga qilaylik. Yanami? Ona duo qiling. Onam deb o'ylabman sizni. Dada duo qiling, ishga ketishim kerak. Yana ketyapsizmi? Kelin davlat ishida indamang. Yo'ling bexat. Ey xudo, shu gargamenim uyda bir kecha dam oladigan bo'lsin, odamga o'xshab diydoriga to'yay. Kal boshidan boshqa hech narsani ko'rganim yo'q. O'g'lim ukang to'yini 17-ga belgilasak. Vaqting qanday? Selektorlari bor. 22 gacha bolam. Hisobot topshirishlari kerak. 29chi aka. Bir haftaga komandirovkaga ketyaptilar, Nukusga. Ohangaronga. Uylanmas ekan, andamga. Artist vaqti bor-da, aya. Lekin mana uni vaqti yo'q umuman. Eshitaman Davlat Nazarbekov. Hozir boraman. Xo'p qiling. Bugun yakshanba, dam oling. Bir kungina dam oling. Nega telefonni otdingiz? Turqingiz qursin. Telefonim-ku mayli. Ichidagi sim karta Mobius edi. Yangi orzu tarifiga ulangan edim. 400 gigabayt internet berayotgan edi. Telefonda gaplashish veb edi. Instagram, Telegram, WhatsAppga kirish veb edi. Meni orzularim-chi? Menim veb edim-ku. Bolam, to'yingga 1 yil bo'ldi. Yangilik yo'qmi? Yangilik qayerda bo'ladi? Mana gargameningiz har kuni ishda bo'lsa, go'rdan bo'lsinmi yangilik? Erga tegib nima ko'rdim? Uyda ham o'tiruvdim-ku. Bu yerda ham o'tiribman. Ne хочу? Ha? Nima bo'ldi, o'g'ilmi, qizmi? Qizcha. Yaxshi ham o'g'il bolaga tayyorgarlik qilib qo'ymanmiz, qara. Mayli, umri bilan bergan bo'lsin. 2 Ko'k chiqdi, nima bo'ldi? Voy, o'g'il. Qayerdan bildingsan o'g'illigini? Hali qorning chiqqani yo'q. 21-asrda yashayapsiz-ku. Lekin kalendarga qaradik. Satosh aytuvdi-ku, dushanbadan seshanba oqshomiga deb. Voy, qanday. Hozir dopa endi shu o'g'ilchamizni sunnat to'yiga aytmoqchi edik. Bo'ldi? Boramiz, gap bo'lishim ko'ramiz. Qachon? Hali tug'ilgani yo'q. Qornida bor, lekin o'zingda ko'rsatamiz-mi? Ha, kalendarga qarab, dushanbadan seshanbaga o'tar kechasi o'g'il devdi, o'g'il. O'g'il bo'ldi. Endi biz erta kelganimiz sababi ungacha bironta hip-hip qilib turing demoqchimiz. Bekor o'tirmasin-da. Ha, bekor ko'k jiguliga o'xshagan zo'ridan bo'lsa. Tug'ilmasin bo'lmasa? Rahmat. Men tayyorgarlik ko'rib turaman. Qatarga yomon tiqqansiz uzoqdan. Aka, shu bo'lajak o'g'ilchamizni sizga shogirdlikka bermoqchi edik, akajon. Olamiz. Qani farzandinglar? Olib kelinglarmi? Yo'q, hali tug'ilgani yo'q. Hali qornida, o'zida bilyapti-ku o'sha o'g'illigini. Shunaqa tepadi, bir tepadi bor. Mana sherimga kelib keta qolaman. Tepyaptimi? Qilib qolaman. Oyog'i ham uzun ekan. Sizga o'xshaydi. Oling. Oldin tug'ilsin. Keyin olib kelasiz. Bo'ldi, yozib qo'ying. Abduqodirga ayting, sal padeshka qilaylik, tortsa Manchesterga. Bu bo'ladigan, sochlari ham uzun. Ha, uzun sochlar. Nim silkaladi. Ya, onani qornini sochi. Uni oldirib tashlaymiz keyin. Unda sartarosh gaplashib kelaylik. Jo'ra, sani gender tengliging nima chiqdi? Patending. Gender patring nima chiqdi? Qiz chiqdi bizda. Bizniki o'g'il chiqdi. Qara, endi o'g'ilchamizga borga kelin qidirib yurgandek. Shunga sani qizingni olsak bo'ladimi? Tonisi yo'qmi? Endi bir noto'g'ri tushunma. So'rab, surishtirib ol degan. Suv loyiqa emasmi? Tozadir. Yaxshi. Kelin nima yeyapti? Sifat shirinligidan yesin, sifatli bola tug'iladi. Bu hozir trendda. Buni zero degan chiqqan, shakarsiz. Sahri borlar ham yesa bo'ladi. Men shunday edi. Kenjola to'plarni men Telegramga tashlab yubor, ko'raylik. Ha, ko'zini rangi qanaqa? Ko'zini rangini kirishimiz kerak. Bo'ldi, bu ham xalq. Zayn qilib qo'y.
Onasi yaxshi tug'ib oldingmi, nima bo'ldi? Dard bo'ldi, balo bo'ldi. Bir surpriz qilib chiqmoqchi edim, o'g'ilman mana deb. Ya oldindan bilibsizlar, qanday bildinglar? Men unday qilib ataylab yotuvdim men yashirib. Qanday bildinglar? Rivoyatni boshladim, nos chekishni tashladim. Bahorda ochilar o't, qo'shiqni o'tkazgan tut. 8-mart edi, onajonlar bayrami. Bu bayramda men ahmoq, onamni o'ylamaman, chechamni o'ylamaman, ochamni o'ylamaman, enamni o'ylamaman, abchamni o'ylamaman. Munday o'ylab qarasam, hech kimni o'ylamaman. Kompot bo'lib men ahmoq, bir qizni o'ylab faqat. Qizni labi botekis, figurasi notekis. Nima deydi bu ahmoq, yeymizmi deydi kekis. Menga kekis kerakmas, menga kekis kerakmas, menga kekis kerakmas. Buni tushundik. Keyin nima bo'ldi? 8-mart edi, kech soat 10lar edi. Bolalar bilan toqqa chiqib dam olib kelaman dedi. Men o'ylaban bolalarni kichkina bolacha deb, keyin bilsam u bolalar ho'kizday bolalar ekan, zdarovi bolalar ekan, bagati bolalar ekan. Onamga dardim aytdim, orqalarim qichirdi, neudobna bo'lardi gapirayotgan paytim. Onam kiyiming yech dedi, ko'ylaging kir bo'libdi, qalbingdagi bu dog'ing ko'ylagingga uribdi. Nima qilsam bo'ladi, bu dog' qanday ketadi? Onam aytdi bavida, yursang dog'ing ketadi. Kiyiming oq qiladi, qalbingni pok qiladi. Allergiya chaqirmaydi, dadang ham baqirmaydi. Mana tushunib yetdim, 8-mart kuni onajonlar bayrami. Boshqasini bilmadim, faqat onalar bayrami. Bir qo'limda onaman, bir qo'limda ayolim. Shu qiliqmen. Shu gulini puliga 1 kilo go'sht olib kelsang, qovurib yerdik, hammani og'zi tegardi. Hozir bu guling so'liydi, ana bordi, ana qo'yga berasan keyin. Qizilcha qilib yerdik, mazza qilib shu gulni puliga. Dada ketdik, taksi gaplashdi. Men bormayman. Nimaga? Shu taksini puliga 1/2 kilo dumba olsang, bilqillatib mantiq qilardik. Hey, 1 soatdan keyin tuvalет huzurini ko'rasiz dimmangizda. Avtobusda boramiz. Qolgan puliga dumba olamiz, piyozcha bilan o'zir ketadi. Sadaqa manga, o'zing dumbang yo'q, yana ani qilasan. Dumba yaxshi-da, dumbaga ukol qilyapti odamlar. Hey o'g'lim, shaharga bir kelib qopsiz, konsertga bilet topib kiraylik. Kasetga balo bormi? Uni puliga bitta qul olsak bo'lmaydimi? Endi go'shtni mazza qilib yerdik. Bu konsertning yotubiga chiqadi, tekinga ko'ramiz. Yur. Kelin, aptekadan nima dori oldingiz? Haligi toksikoziga dori oldim. O'ldiribsiz. Shu dorini puliga 1 kilo jigar bilan charva olib qovursak, ana immunitetni ko'tarardi. Biz ham toksikoz edik, biz ham yer edik. Qornim ochidi demoqchi edim. Kulmang, astag'firulloh. Bugun seni kuning silkilar. Nima qilyapsizlar, nima qilig'ingda bu yer? Kuning silkilar. Nima qilganinglar? Sizni sevaman, dada. Senma yo'l. Nima bu? Nima shuncha xarajat, shuncha pulni o'rniga? Dada, shoshmang. Tug'ilgan kuningizga Aziya Luxdan Turkiyaga sayohatga tur oldim. Oilaviy borib kelamiz. Joylar bolam. Shuni puliga bitta buqa olib, mazza qilib so'yib yesak bo'lmasmi? Bo'ldi-da, dada. Qachongacha buqa olaylik, go'sht yeymiz deb umrimiz o'tib ketadi. O'zimiz uchun ham yashaylik. Men bu biletlarni ranni brannervoronni qilib olganman. Nima bilishimni? Erta bron qilish degani. 31-martgacha Turkiyaning Antaliya, Alaniya, Bodrum shaharlariga 50% skidkada tur sotishyapti. Keyin narxlar ko'tarilib ketadi. Eng zo'ri havo yo'llarida uchasiz. Malades, zo'r ish qilsam bo'lam. Qolgan 50% yoningda qoldimi? Mana yonimda turibdi. Shu pulga bitta qo'chqorni olib, Antaliyaga borib so'yib, shariklarida go'shtdan qo'ymasa ekan, zo'r chiqadi lekin. Yok bizde. Beşli. Nima yoqadi sanga?
Shu rangi ro'ying yoqadi. Shu besprovodnoy endi figurang yoqadi. Keyin shu turish turmushing yoqadi, endi uying yoqadi. Vnutring yoqadi, ichki uying yoqadi, qalbingdagi uy yoqadi. Pupsik, voy pupsik. Раз, два, три, четыре. Раз, раз. Jırtıllaşın ona. O, menga qara. Qachon bo'ladi bu bilan? Men ham shuni kutib o'tiribman. Tezroq bo'lsa uy qolardi bizga. Toshkentda uyimiz bo'lardi. Bir ish deyolmaysan-da. Mana shuni ber, nasmiyat bo'ladi. Aycan dadajon, идите сюда ко мне, иди. Ne kelin behijolat. Men raftem уже. Raftem. Tojikcha gapiryapsiz. Ha? Tojikcha gapiryapsiz. Bu пошел уже, пошел. Пупсик мой, ты меня любишь, да? Любишь. Пейте, пейте. А это что? Это самогон. Самогон. Peyte, asalcam, asalcam. Что чились? Bo'ldi. Uymaniki bo'ldi. Pam! Ya. Альтато. Мен актриса bo'laman. Yo'q, endi Baba Yaga. O'lmas Kashey. Dvoretsga ketmayapti. 6 sekund. 1 minut. Hozir. Qani kir, qani dog', Bavina, ol shundoq. Bavina, ol shundoq. Mazza qilib vayin ko'rayotganingda reklama qo'yishadi. Hamma joyda shu bavi bo'lib ketdi. Tavba qildim. Пупсик, O, дорогой. пупсик. Это то, те. Мама! Я приехали. Проституты меня. Это кто творог? Мой сынок. Это его дом. Спасибо, mama. What? Sen nima hind kinolarga o'xshab ovqatga kirib kelyapsan? Shuncha ishni men qildim-ku. Ты кто такой? Я твоя папа. Ты третий личности. Подожди, ты третий личности. Подожди. Это дом мое. Дом мое. Дом мое, ё-моё. Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю. Novostroyga dom qurish kerak. Bo'ldi quramiz. Biz ustoz bo'lib любой narsa quramiz. Bu sayfani oldiga aptekani biz qurgan. Menga qara, o'zi dom qurishga puling bormi? Odamlar pulni yig'amiz, o'zini puliga qurib beramiz-da. Ko'pchilik shuna qilyapti-ku o'zi. Ya, to'g'ri lekin. Menga qara. Dom qura olamiz o'zi. Ha, molxona qurganmiz-ku. Dom ham molxonada qurilyapti-ku. Raqsi. Sen nima qilyapsan, Ganduras? A ko'ylayapman. Tuprog'i menga tushyapti-ku. Nima qilay unda men hozir? Bu yoqdan kovla. Ha, bu yoqdan kovlash kerak. Ha, bor. Ha? Endi saniki meniki tushyapti-ku. Haqiqatan, 50 chaylik kalla ishlamayapti. Damaydi. Uy qachon bitadi? Ha, mana katlavanchlar bo'lyapti hozir. Ha, uylarning oti nima? Oting nima edi? Tavakkal. Ha, Tavakkal Gardon. Tavakkal Gardon. Zilzilaga kim bilamaydimi? Конечно, 9 ballgacha chidaydi. Menga qara. Shu zilzila bo'ladi-ku. O'shaning balini kim qo'yadi? Hakamlar hayot qo'yadi. Ravshan Ermatov ham qo'yadimi? U ham hakam-ku. Men qayerdan bilaman? Toshkentga faqat 4 qo'yadi-da, 5-6 qo'ysa bo'lmaydimi? Chiroyli-ku. Nima bu? Dinamit. Shuni zajgalka bilan yo'qasanda, paxirning ichiga tiqasan, bitta portlaydi, katlavan tayyor bo'ladi. Yo'q. Ma tez tiq. Oldinga keking. Bo'ldi. Chotki. Zajgalka qani? Paxirga tiqdim. Dinamit top keldingmi? Ha, nima bo'ladi? Inangni yeri bo'ladi, qara nima bo'lishini. Qara. Bizning uy nechinchi etaj? 34-etaj. 34-etaji kecha sotmaganmidi? 5 ta odamga sotdi. Mashka. Bu uylaringiz kadastri chiqdimi? Kadastr chiqdimi? Kadastr nima edi? Tilla menimcha. Ay yo'q, yerdan nima chiqsa sizlarniki degandingiz-ku, kadastr chiqsa bizniki bo'ladi.
Hey dada, bularingiz g'irt mashinnik-ku. Undan ko'ra Sergeli Qumariqdagi Tavrabdan olsangiz bo'lardi-ku shu uyni. Yonida aeroport bilan metro ham bor. Yo'q-ey? Ha, remonti ham tayyor, kadastri ham bor. Shundoq kirib yashardik dada. O'g'lim pulim yetmaydi-da. Dada, boshlang'ich 25-30% pulini to'laymiz. Yetmagan qismini taqsim to'lov tizimi orqali 5 yildan 10 yilgacha bo'lib to'lab yurardik. Uyni ham nomingizga sirazi o'tkazib berardi. Nima bo'ladi? Jetdimi? Tavakkal, kadastr chiqdi-yu. Aka, kadastr olmaysizlarmi? Kadastr? Biz kadastr olmaymiz, tilla olamiz. Bizda kadastr bor edi-da. Oling.